Endi avtomobil boshqarish huquqidan mahrum etilgan shofyorlar ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin transport vositasini boshqarsa qancha miqdorgacha jarimaga tortiladi? Jarima miqdorini bilish maqsadida Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati boshlig'i Zoir Yo'ldoshev bilan telefon orqali bog'landik. Transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxsning transport vositasini boshqarganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha bo'lgan miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish singari jazo choralari ko'rilmoqda. Endi kimda-kim pravasidan mahrum bo'lgandan keyin mashina haydab gayiga tushsa 40 millionga yaqin jarima to'lar ekan. Jumladan 20 kun ichida 352 nafar haydovchi naqd 18 million 750 ming so'mdan jarimaga tortilgan. Qolaversa, ushbu qoida buzarlikni sodir etganlar 3 yilgacha qamalishi ham